Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi mebelimizni Samarqand viloyati Urgutga o'rnatib berdik. Xo'p, mebelimiz razmeri 1.40 ga 4 metr joyga joylashgan. Xo'p, mebelimiz PVH plyonka vakuumdan yasab berildi, ya'ni premium klass oshxona mebellardan. Mexanizmlari bo'lsa 100% nemetskiy hayteshlikdan ishlatilgan. Xo'p, buni joylashlari chap tarafga mana bunaqa Pastlamochni mashinkasini joylashtirib berganmiz. Mikrovolnovka, tepasida kattaroq shkaf bo'lgan. И burchakka mana bunaqa moykalari tushdi. Moykalari ham burchaklari mana bunaqa joylashgan. Ustilari bo'lsa kvars toshdan qilib berildi. Ko'rishlar mumkin. Xo'p, bundan keyin mana gaz va mana bu yerga kargolari ham tushgan. Ya'ni bunga moy, mayda-chuyda narsalarni qo'ysangiz bo'ladi, udobli narsa. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Ishlarni bitirib beramiz. Xohlagan rangingizda, xohlagan materialingizda yasab yetkazib berishimiz mumkin.